zina qilmanglar degan ta'limni anglagan. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, biror ayolga shahvoniy ko'z bilan qaragan kishi ko'ngilda u ayol bilan zina qilgan bo'ladi. Shunga agar o'ng ko'zing seni gunohga ozdirsa, uni o'yib tashlavat. Chunki butun badaningning do'zaxga tashlanganidan badaningdagi bir a'zoning nobud bo'lgani ko'p afzal. Agar o'ng qo'ling seni gunohga ozdirsa, uni kesib tashlavat. Chunki butun badaningning do'zaxga kirganidan ko'ra badaningdagi bir a'zodan voz kechganing ko'p afzal. Sizlar kimdi kim ayolini taloq qilsa, taloq xetini bersin degan ta'limni anglagan. Biroq shuni bilib qo'yinglarki, bir odam o'z ayolining jinsiy axloqsizlik qilishidan boshqa ishini sabab qilib, uni taloq qilsa, hamda taloq qilingan ayol yana bir erga tegsa, taloq qilgan odam o'z ayolini zinoga tutib bergan bo'ladi. Taloq qilingan ayolni amriga olgan kishimi zina qilgan bo'ladi.